Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Bizning saralangan eng zo'r muxlislarimiz. Biz esa Labdan salom dasturini eng shirin joydamiz. Menga ruscha qilib aytganda jalaba tushdi. Balxovosdan kelgan Ravshan akam aynan soat 3 dan tayyorlangan ekanlar. Nimaga 30 sekunddan mendan ketib boryapsizlar? Men bilasam qancha xalq tomosha qilyapti dedilar. Shuning uchun aynan siz hozir mana shu soatlarning nomini aytib berasiz. Sizni yulduzli ollaringiz marhamat. Mana shu soatning nomi nima? Hammalarga assalomu alaykum. Boshqacha boshlandi. Assalomu Mana alaykum. gretskiy salatimiz, oltin salatimiz. Nimaga o'zib ketib qolyapsiz? Bu yoqcha. Ha? Bu yoqdan o'rtada. Yulduzli ollar dedingiz. Aytganda masalan, Magister salatimiz, oltin salatimiz. Bu apelsinimiz. Qolgani bir xil hammasi. Bittasi qolib ketdi. Rukola salat. rosa titrab yodladingiz o'ziga. Men o'zi qo'rmanda men anaqa emasman-ku. Salatchi. Mendan ko'p so'z sizga hech kim bermagan. Bilsangiz bilarsiz. Rahmat, Shukur akam berganlar. Nimaga unda menga unaqa jahl bilan? Bu raqqosalar o'yinga chiqadi. Biza 3 ta mana salonga borganlar. Bola hovuzda klientlar kutib o'tiribdi bizani. Biza bu yoqda salat pishirib yuribmiz. Bu yoqda mana cho'poncha pishyapti. Haqiqiy yulduzli ollaringiz bo'ldi. Mana sizni hamma aytingiz, butun chirchiq tomosha qilyapti dedingiz. Mana Ravshan akam Balxovosdan kelganlar shu yerdalar hamma tomosha qildi. Rahmat sizga, tashrifingiz uchun rahmat. Juda ham chiroyli tarzda tayyorlangan. Biz buni albatta tatib ko'ramiz. Bilamiz, shirin har doim kelasizlar. Rahmat. Endi biz raqsga bersak bo'ladimi? Raqqosalarimiz ham Chirchiqdan kelgan. Albatta. Rahmat. Aytganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Shahridan Nilufar raqs ansambli. Marhamat. Chirchiq Qibray